Men ustozlarga tavsiya qiladigan 3 ta kitob. Birinchi kitob bu Finlyandiya ta'lim mo'jizasi. Biz bilamiz, Finlyandiya ta'limi o'zini tizimi bilan boshqa ta'limlardan ajralib turadi. Ushbu kitob Finlyandiya maktabiga ishga joylashgan amerikalik o'qituvchi tomonidan hikoya qilinadi. Finlyandiya maktabiga ishga kirgan amerikalik o'qituvchi o'zi uchun juda ham ko'p yangidan-yangi dars o'tish usullarini va Finlyandiya ta'lim mohiyatini asta-sekinlik bilan anglab boradi va kitobda biz bilan ham bo'lishib boradi. Ikkinchi kitob bu ilm olish sirlari. Ushbu kitobda ilm olishga oid zaruriy masalalar deyarli barchasi yoritib chiqilgan. Misol uchun qanday ustoz tanlash, qanday sherik tanlash, ilm olishda sog'liqni qanday saqlash, qanday dars qilish va hokazo. Bu nafaqat ustozlarga, balki barcha uchun to'g'ri keladigan kitob. Va oxirgi 3-chi kitob bu Morining seshanba darslari. Bu kitob shaxsan o'zimga juda ham yoqqan kitob. Bu kitobni men 2021-yil tug'ilgan kunimga sovg'a sifatida olgan ekanman. O'shanda o'qiganman birinchi marta. Bu kitob umrni qanchalik bebaholigini, har bir lahza g'animatligini isbotlab bergan kitob va mana shu umr davomida bilim olish, o'zini rivojlantirish qay darajada muhimligini ko'rsatgan kitob hisoblanadi. Buni hammaga tavsiya qilaman. Ustozlar, kommentariyada yozib qoldiring, siz qanday kitoblarni o'qishni tavsiya qilasiz? Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang.